Bolajon, klientga qarab oling. Katta xolingni uyimi bu ol yerda. Ha. Mana shu Turkiyani gilon mana shu 3.5 ga 5 bo'ladi. Iplari toza bo'ladi, paxta bo'ladi mana shular material. Shuni olaylik, uyimizga zo'r yarashadi shu. Ha, menga mana shunisi yoqdi o'zi. O'shan uchun telefon qilsam olmayotgan ekanda. Nima urasan buni dalini olib bergan? Xo'p, xo'p. Bu mana shu avaniyadan qo'lga solib, mana shu chiroyli chiqadi mana shu narsalar. Holga shuni olaylik, shu zo'r tushadi. Sen yoqdi. Ha. Bo'ldi, olamiz bo'lsa. Ashyoviy dalil ertaga ko'rsatish uchun. Zalizga mana shunaqa Eron gilondan so'raylik, mana shu chiroyli chiqadi. Mehmon kirsa ham voy dod oladigan gilon. Menga mana shu yoqdi, senga yoqdimi? Bo'ldi, men sizni dedingizga ishonaman. Uzar. Yomon palakat bola ekansan-da. Uzar. Mana shunisini olaylik, shunisi kuxnyamizga rosa tushadi. Oxiri xiyonat ustida tushadimmi? Sanchi, sen nimaga qarayapsan? Sotek, bu qiz ikkovimizni ham aldab yuribdi. Buni sirlarini men bilaman. Nima deyapsiz, inam? Bilmadim aka. Sizlar aka singilmisizlar? To'sholim ye. Chaydingiz hammasini. Faqat opa, belim ko'rmang, grizam borda.